Mamlaqa suv tugab qolgan paytda kullaringiz kuyib qolmaydi. Juda ham ko'pchiliklar kullari suvi tugagan paytda uni o'chirishni esdan chiqarishadi va bu xato sizlarni $50 dan $150 gacha расходga tushirishi mumkin. Nimaga $50 dan $150 gacha расходga tushasizlar? Chunki kullari suv tugagan paytda agar uni riskga o'chirmasanglar, kullaringlarni tena 1 sekundda kuyib qoladi va bu sizlarni juda ham katta расходga remont qildirishga yoki yangi kullar olib kelishga sabab bo'ladi. Agarda sizlar yaxshi sifatli kullar olgan bo'lsangiz, mamlaqa suv tugab qolgan paytda kullaringiz kuyib qolmaydi. Agar orqa qismidagi knopkani o'chirish eshigidan chiqib qolgan bo'lsa, yaxshi kullarlar o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Ya'ni avtootключение funksiyasi bo'ladi. Kullarni suvsiz ishlatib o'chirib qo'ygan paytingizda qanaqa unga restart berib yuborishni hozir o'rgataman. Kullarni shu orqa qismida radiatorlari qotirilgan bo'ladi. Uni yechib, o'zingizga ozgina tortib, shu orqasida knopkasi bo'ladi. Bu knopka ozgina chiqib qolgan bo'ladi. Shu knopkani bitta bosib olsanglar, kullaringizda yengidek maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu video agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, hamma tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.